Assalomu alaykum do'stlar. Biz hozir Angren shahridagi Yangiobod sanatoriyasidamiz. Bu yerda sharoitlar nihoyatda yaxshi, havo nihoyatda sof havo, juda dam oladigan, hamma yo'qlar, atroflar toza, pokiza. Sanatoriyadagi ichki sharoitlar ham nihoyatda yaxshi ekan. Bu yerlarni ko'rdik, aylandik. Dam oladigan xonalari ham yaxshi. Fizioterapiya muolajalari, hamma qilinadigan nimalar, xodimlarning muomalalari juda bizga yoqdi. Yaxshi sharoitlar bor ekan, imkoniyatlar ham yaxshi. Hammani shu yerga kelib dam olishlarini taklif qilamiz bizdan. Gapiravering, sizga. Olajon gapiravering. Biz o'tgan yil yozda kelganmiz, birinchi kelishimizda. Havosi, sharoiti hamma yo'g'i yaxshiligi uchun, xodimlarning muomalalari yaxshiligi uchun bir yil bo'lmay yana mana kelib dam olyapmiz. Sanatoriyaning xodimlariga, boshliqlariga, hammasiga rahmat deymiz, minnatdorchilik bildiramiz. Kelganlar mazza qilib dam olib, lecheniyalarni olib, toza havodan nafas olib, oziq-ovqatlari, nimalari ham yaxshi joyida, hamma yo'g'i. Hammasidan minnatdormiz, hamma xodimlarga rahmat. Bugun keldik, mana yana boshlaymiz lecheniyalarda dam olishlarda. Sizlarga ham rahmat.